Asiya yoki bizning vatanimizningki tarixini, madaniyatini, iqtisodini, har qanday bir nimasini tadqiq qilishni Nöldən başlab oxuyduğanlarmı, yəni azraq savadını çıxırıb tədqiqat oxuş üçün oxuyduğanlarmı barmı? tadqiqot uchun siz birinchi qo'l materialdan foydalanmay boshqalarning tarjima qilib qo'ygan va yoki analiz qilib qo'ygandan foydalansangiz bu talabga uyg'un bo'lmaydi-chu. Lekin u hissiyatını mən yenə to'liq ifodalab bera olmadim. Bularning maqsadi, nishoni aniq bo'lgankin, men ma darsni olib qo'yaychi deb mana bir ko'ngil qo'shish uchun o'qimaydi. O'zi qo'lsab tadqiq qilish uchun cho'qim asli manba bo'lishi kerak deb bunda qaraydi ekanda. Ular ijodiyat ostlab ketdi-chu. Adabiyotimizga bak cho'ng ta'sir ko'rsatdi bu. Sizlar mush tilimizni saqlab qilish, qo'g'dab qilish jihatlarda qanday bir konkret xizmatlarda bo'lyapsizlar? Biz endi talada cho'ng dengizda bir tomchi bo'lib ketdik. Qaysi davlatda yashasak, shu davlatning tilini o'rganishimiz shart bizga. Ben kelgan vaqtlarda endi yo'ldoshim arli xil ta'tillarda egilib, damaga vaqtiga to'g'rilab. Men yozliq ta'tilda men qaytib degandek mushta yashab keldik. Chunki ayni vaqtda meni bir tadqiqot turish uchun taklif qilganda mening kichik o'g'lim 1 yosh 10 oylik bo'lgan. Men kelmayman deb o'ylab bu bola kichik bu yer kelsam qanday bo'ldi deb. Keyin yana dangsab qarab baqsam, u Uyg'ur tili tadqiqot ekan. Bir chet ellik professor Masının tilini tadqiq qilganga bir projekt aldım, sen kelib menga yordamlashib buni ishlashib bersa, men yo'q, mening balam kichik desam, men shaxsiyatchi bo'lganman. Chunki u tilni tadqiq qilish, xalqaro to'ntish millatning ishi. Bunga biz oilada oxir qaror berib, men yuragimga toshdan birini tengib qo'yib, shu 1 yosh 10 oylik bo'lgan balamdan kechirim so'rab, uyga qo'yib qo'yib, adilarim uydagilar cho'nglar qarab berdi. Yo'ldoshim mush yerda balalar. Men shu millatning ishini qilma deb kelganman. Eng dastlabchi bu shu til tadqiqoti millatning ishi. Hozir haqiqatan bir to'rbatlarimiz bor, nihoyat yaxshi tadqiqotlarni natijasini chiqardik. Ammo bu til kelsak, o'g'lim 4 yoshda keldi Amerikaga. 5 yosh kirgan chaqda shu maktabda oladigan bu yerda. Kindergarten deydigan bular shu tayyorlik sinfda. Shu vaqtdan boshlab maktabga kirdi. Ama men bu dastlabda, endi bu Amerikaninki maktabida o'qiydi, bu ingliz tili bilimiz qanday o'qiydi da. Uyda kunda kechda buningga ingliz tili kitob o'qib berdim. Kunda kechda shu yarim soat kitob o'qiyman, bedtime reading deb inglizcha. Uxlashdan burun yarim soat kitob o'qiymiz. İngilis kitob o'qiyman, bularda kitob material bek ko'p. Kutubxonaga kiradigan bo'lsangiz yetib olgingiz keldi. Shaharning kutubxonasidan har haftada shu 1 so'mka, 2 so'mka kitob akilimiz, yo'g'on so'mkada. Aşını varaqlab etcep, aşı o'qib, aşı rasmlarga qarab kulib degandek. İzchil aşında qilib berdim. Ananiki bununki ingliz tili chiqdi deyli. Maktabga opadim, o'qib ketdi. Ondan keyin 1 yil o'tgandan keyin to'xtam buni uyg'urchasini unutib qolsa bo'lmaydi. Lekin uyda biz normalda paranglashgan chaqda yana uyg'urcha paranglashimiz. Ama aş kundi kechda yarim soat inglizcha kitob o'qiymiz. Andan kunduzi u maktabga boradi inglizcha muhitda. Shuni bilan andan asta biz burun o'rgangan uyg'urchalarni unutilib qolmasin deb, hatto burun u xanzu tilini o'rganib mangan. Pinyin savatlarını chiqarib bo'lgan endi vatanga qaytimiz, u yerda maktabda o'qis xanzu til o'qiydi deb. Shunda o'rgangan. Andan bu 2-sinfga chiqqandan keyin qarsam shu inglizlardek so'zlik iltdi bu. Etraf qo'lim qo'shdi hammasi shu inglizlar bolalar bilan o'ynaydi. Shunga uyda biz vaqt ajrab. Endi bolalarning bir alayligi, masalan, sen ani qil, mani qil deb buyruq bersangiz, bular yoqildi, yoqinmaydi. Ammo biz ana ya dada bo'g'ichi, otani uyda birga o'tirib qilsak, bu qiladi. To'g'ri. Muhim nuqta mushu. Mesela biz birga o'tirib xat shu yozimiz qarang, topshiriq demayli endi. Shu harflarni o'rgatgan vaqtimizda biz birga o'tirib yozimiz to'xta. Ya men yozib baqay deb yozib, voy men sendan sat yozib qo'yibman-ku, bu qanday ishib ketdi deb chaqchaqlarni qilib shunday yozdik. Andan keyin bir haftada, hafta oxiri bir uyg'urcha kinoni ko'rdiğanga. Birga o'tirib ko'ramiz oila bo'yicha. Ko'rib bo'lib muzokara qilamiz, bu kinoda nari qiziqgan, nimani bilding, nimani tushundik. Palanchininki degan gap ajab qiziqgan degandek, ashta paranglashimiz u kino to'g'riliq. Hatto ba'zan ko'rgan kinolarimizni
bir qancha kun shu kinoning paranglari bo'lib ketadi. Andan keyin she'r deklamatsiya qilishni o'rgatdik. Shu masalan iz degan she'rni bu 6 yosh vaqtida yodlab shu biz andan keyin uning bu rasmiy sahnaga chiqib deklamatsiya qilsa desak bo'ldi deb ustalning ustiga yerga chiqarib qo'yatdik buni uyda. Aşında qilib o'rgandik. Umi deklamatsiya qiladi. Andan keyin men naqsha aytib bermay qarang. Bilsam bilmasam Uyg'urcha musiqalarni qo'yib qo'yamiz. Aşında qilib yurib, shu izchil hamda Uyg'urchasini unutilib qolmay kelyotidi. Lekin bayam degandek men cho'ng muhit degan bir ajdarhoning og'zidan salla diqqat qilmasak hop deblam yeb ketadi. Hozir qarab baqsam hamda bu albatta menga o'xshash tirishchanlik ko'rsatgan ota-onalar bek ko'p. Hammamiz nihoyatda nima qilib jonimizning boricha mush qanday qilib tilni saqlab qolamiz, qanday qilib bolamni Uyg'ur qilib yetishtirib chiqa olayman degan nimada o'ylanadiganlar bek ko'p. Ammo yana shu buni Müştaq men öz ügünüp aldığı dep. Balam Uyg'urchani tashlab qo'yma, an o'rganmani qil deb qo'yib o'tib ketadigan ota-onalarmi yo'q emas. Va bo'lishi mumkin-da endi. Ben buni aniq statistika qilib, tadqiq qilib, undaq rasmiy bir qanchalik ota-ona Uyg'ur tilini o'rgatyapti, qanchasi kar bo'lmadi deganlarni bu to'g'risida hech qanday tadqiqot qilib boqmadim. Ammo ko'z oldimga keltira olmayman. Shunday ahvollar bor. Bu albatta har xil turdagida sizga o'xshash moslashayotganlar bor. Sizning gapingizdan ayon bo'lishicha hozir boshqa til o'rganishi Uyg'ur tilini ching tutdingiz ham boshqa tilni o'rgatdingiz, bolaga bisim paydo bo'lmadi, ikkisini tang olib bora oldi shundaymi? Hozir nurg'ulg'a ota-onalarni ketkizib qo'yayotgan yeri biz oila Uyg'ur tilini ching tutsak, bolalarimiz yaslida ingliz tili va ya boshqa o'z yashayotgan davlatlardagi millatlarning tili bo'yicha savodini chiqarish tasdiq to'xtaydi va yoki maktabga kirgan qiynaldi deb bolaning royiga qarab shu tarafdan ketkizib qo'yatdi. Hozir men sizning tajribangizda unda bo'lmadi bola, har ikkisini tang olib mang'aldi, shundaymi? Ya menimcha ta'sir qilmaydi. Masalan, bir kichik bola kichik vaqtdan tortib 5-6 tilni o'rgansimi, u birsi so'qishmaydi qarang, gap endi uni qanday elib mengishda. Masalan, mening o'g'lim hozir to'liqsizga chiqqanda yana bir chet el tilini tanlab o'qish fursati bor ekan. Ispancha, fransuzcha, xanzurcha degan 3 tildan birini tanlash kerak ekan. O'g'lim o'zi xanzurchani tanladi. Shu hozir xanzurcha o'rganyapti. Endi biz xanzurchani yaxshi bilgan kun uyda unga yordam qila oldik. Nayt yaxshi etmeyotdi. Ammo Uyg'urchada endi hozir arab tilida shu haftada bir qatim ona til maktabida dars qatnashidi. Ondan keyin kunda men kechda unga 15 minut agar qisqa bo'lib qolsa, bo'lmasa yarim soat kitob o'qib berma. Hozircha davomlashtirasiz daga? Davom endi kundalik. Undan boshqa men arab tilida shu bo'pmi bu Kirorandagi bolalar degan bir bolalar romani bor endi siz bilsangiz bir qancha yurishlik. Aşağıdaki romanlarni aytdik, vaqaliklar qiziqarlikan va uni shu bir bab ne hozir ham qo'limizda uni kitob yo'q. To'rda bu el kitob to'r betida bor ekan, shu yerdan tushirib nimada nusxalab chiqarib bermadi. Buni o'qing deb. O'zi shu o'qiydi. Ammo ingliz tili bilan o'qish sur'atini selishtirib kelsangiz, albatta ingliz tilini maktabdami, ingliz tilining adabiyotini o'qiyotgan keyin u nayt tez o'qiydi, bir romanni bir qancha kun o'qib bo'ldi. Ammo Uyg'ur tilini sal ostroq o'qiydi, ammo o'qiydi kunda. Endi hozir biz yaqinda o'zini xat o'rganish programmasini yo'lga qo'ydik uyda oila bo'yicha. Hammamiz o'tirib, endi dadasi xattat bo'lg'ashqa ustoz bo'lib bizga o'zini xat o'rgatmoqchi. Ham bizning oilada yana bir qiziqarli ish nima desangiz, hammamiz o'quvchi, hammamiz o'qituvchi daga. Mening kichik o'g'lim dadasiga ingliz tili o'rgatadi. Andan keyin biz unga Uyg'ur tili o'rgatamiz. Shunday qilib uningga bir sen o'qituvchimi degandan keyin uning mas'uliyati oshidi ekan. Nihoyatda mas'uliyatchanlik bilan dadasiga ingliz tilini shunchalik inchikliklar o'rgatadi endi. Yosh cho'ng bo'lib bir yangi tilni o'rganganda albatta o'rgana olasiz, tirishchanlikni jiqroq ko'rsash to'g'ri keldi. Ammo yoshi kichik bolalar nihoyat ishtik qabul qila oladi. Lekin bu birsi-birsiga to'qnashmaydi. Bir qancha tilni o'rgangil bo'ldi.
Tıxınbək təpəkkür icramikin, köp qırlıq təpəkkür qılğankin bir nərsəni başqalar qaraganda analiz qilish tıxım yaxşı bulushi mumkin məncə. Köp til bilgan odam köp qirliq tafakkur qildi deganingiz to'g'ri. Ama gepinizin içinden bir nokta mening bek diqqatim tatdı. Uyg'urcha filmlarni ko'rgandan keyin hammamiz birlikda o'tirib ko'rib, ani keyindan munozir qilamiz, muzokara qilamiz dedingizlar. Aşımı bek tilg'i bo'lgan nimasini oshirdi ekan bolalarning. Chunki shu ko'rish jarayonida diqqat qilib anglaydi-da har bir so'zning ishlatilish o'rnini. Ondan keyin sizlarga voqelikni munozir qilish bilan birga tillarni ishlatish o'rinlarini munozir qilsizlar cho'qim. Onda buğanki o balla aşınağın bək diqqət qıldı. Muşumu yəni chet eldeki ata-analar ögünüviş tegişlik bir tərəfkən. Birlikdə oturub balla bilan Uyğurca filmlarını görüb, aş filmlarının təsiratını sözləş. Həm ballağa şu təsirat azıraq bir nəsə yezişni desə, ballalıq yazğan nəsbək esidi qaldı emasmı? Yezib başta qılıb bu mu yəni til öyrənişdiki bir mühim bir basqış ekan. Sizlərin ailədən öyrəndiğin təcrübələr çıxkən abay degəndək həm oxuğucu, həm oxutqucu. Bu bir xil şərəf. Vallahi həm öz öyrənsə, həm öz öyrənsə, ularda bir xil özün fəxrləniş, özü işiniş duyğusu yetildi də. To'g'ri. Biz boshda shu Uyg'urcha kinoni ko'rishni yo'l qo'ygandan keyin asta-asta o'zi qiziqdi ba'zi filmlargacha. Bu bo'libmi? Shu Qashqardagi hikoya degan 24 qismliq shu televiziya teatrini boshda bir qancha yaxshi ishlangan. Keynidan bu ilqi hafta oxiri bo'g'icha uning ko'gisi kelib ketib, endi men orliqda ishlab ham o'qiyotgan vaqtlarim bo'lg'achqa mening vaqtim yetmay billa o'tirib ko'rdiğanga. Axir o'zi chidab bo'lmay, ana men o'zim ko'raversam bo'lamdi deb so'rabdi. Voy ko'ring dedim. Ko'rib rasmiy shu eg'iz tilicha shunday ishtik chiqdi qarang. Shu Qashqardagi hikoya degan televiziya teatrini men tavsiya qilaman. Shu bolalarga ish qilib bo'libmi endi mening tajribam mening balamga bek ta'sir qildi bu. Gap so'zlari qarang, obrazlar, shu uningdagi ba'zi Qashqarcha paranglarni o'rganyaptiki, uyda so'zlab, o'zil kulib ashuna. Shunchalik xushallik bilan ko'rdi. Ba'zi kinolarni qo'yib bersak, ko'rib bo'lib ben bunu 30-40% düşendim, bazı gaplarni imdatqın faqat uqmadım deydi. U normal ucu hem de %100 düşünüp ketishni atayın. Hem biz mesela ben dastlab ingliz tilini o'rgangandim, bir kino ko'rsam başta çoqum ya 10% düşünüme. Lekin ko'ravermadim. Çünkü ekranda surat chiqqankin cho'ng mazmunni bilalaymiz. Anadaki asta-asta onu hem qayta bir qancha qaytim ko'rgandan keyin ham til saviyamiz o'sgan sari ana uning detal inchga bu dialoglarga diqqat qila oladigan bo'lamiz. Ammo endi shaxsiy mening o'zimning oilaning tajribalarimni bek ko'p deb ketdim. Bu yana qistirib qo'ydigan bir muhim masala. Biz endi albatta nurg'un ota-onalar can cəhli bilan shu tilimizni saqlab qolish uchun to'kib qo'shyapti, kuch chiqaryapti. Bu yolg'iz bizning oila emas, balkim nurg'un oilalar bor shundoq o'zininki borlig'ini ato qilib, bolalarini Uyg'ur qilib tarbiyalashga kuch chiqaryotgan. Ammo endi men Amerikada yashadim 8-10 yilning jarayonida. Bu yerda bir cho'ng jihatdan his qilganim birsi shu Uyg'urlar endi birsi-birsidan gumonlanadigan, nima deymiz endi to'plashib bir yerda inoq ijil o'tishni ancha xohlab ketmaydigan, shunday ahvollarmi yo'q emas bor ekan-chu. Buning ziyni kimga bo'ldi desangiz, masalan, siz biz vatanda ana tilda o'qigan Uyg'ur til adabiyotini sistemalik o'rganganlarga kirmiz endi. Biz bu tilni bilamiz endi hisobda. Lekin bizning bolalarimiz shunday 3 yosh, 4 yoshda Amerikaga kelgan va yoki endi bu yerda ikkinchi avlod Amerikalik bo'lib tug'ilgan yoki boshqa davlatlarda tug'ilgan bolalarimizni Uyg'ur qilib tarbiyalash uchun biz bir-birimiz bilan inoq ijil o'tib, biz bek ozchu talada sonimiz bek oz. To'g'ri. Ijil inoq o'tib, bolalarni bir-biri bilan uchrashtirib, masalan,
Mahalle kuruş hem u bir ılgı kelgüs planlarımız var. Mahalle olup topluşup oltıraklaşış. Bir toplam asıl kılmasak tilimiz yok aydı, medeniyet yok aydı. Ama hazır hem de o şekillengen aletler mesela bir şehirde ya ki bir yezide değil ya ki bir nimede arlıkımız bir yarım saat bir saatlik jıraq olsun mu az degende 3-4 aile hep bir hakitim. Eğer onun vakti çıkmışsa hiç olmaz ballarını bir yerge birle ekilip, küreştirip, özlerimi Uygurca paranlaşıp, Uygurca tamaklarını birle itip yiyip, ballar Uygurca oyunlarını oynap kısa, bu ballarımızdaki muştaq, biz Uygurkenmiz, Uygur mındak community bakken bizde, dep şu muhitli bolsun mu yana, Uygurluqını unutup kalmay, Uygurca paranlaşıp, Uygurca yemek içmek yiyip, Uygurca oyunlar oynasa bu ballarning o'sib yetilishiga, ona til muhitida o'sib yetilishiga bek foydasi bor. Yani Gülnar Muallim pek mühim bir meseleni dep öttünüz. Muş toplaşıp oltıraklaşış ballarımızga Uygurluqni his kıldırdı. Hem şu jarayanda nurgulgan bizge təvə bolğan ənənələn ügündü. Hazır her qandaq bir ata-anadan sorsak, balam üçün cinim pida deydi. Balamның tәрбиеленишиге мен күш чыгарып deydi. Balam üçün андак кылатма, balam üçün mundaq kılatma dep soraydigan bolsak, bir kun kechgacha o'zining faoliyatininki 20dan ko'pragi balasi uchun atalgan. Endi shu balasi uchun yana ashundoq nurg'ulg'an narsani mehridan kechib, shanba-yakshanbada balalarni bir uchrashtirish faoliyatini qilishning o'zimi to'plashib o'ltiraqlashishni amalga oshiramiz garchi ma'lum bir kunni tanlab atrofdagilarga masalan 10-20 kilometr yiroqdan kelganlarmi ma'lum bir faoliyat so'rinlarida balalarni uchrashtirish ashlarni tunishtirishning o'zimi uyg'urlikni suyishga olib bordi. Bu yani ota-onalarning balalarni qo'sg'intoq kiyimin bütün maktabga boralaydigan sharoit qilib bergandan ortiq bir mehr muhabbat balalar uchun to'lagan haqiqiy badal bo'ldi bu. Buni sal qilmaslik kerak. Yani abiyam degandek ben balam üçün anda qıldım, onda qıldım. Hamma narsani berishga tayyor, jinimni berishga tayyor, qinimni berishga tayyor deb gapni dabdabali qilamiz, ammo kichikgina bir o'rnimizdan tushamaymiz. Balalarimiz uchun ashtaq tabiiy bo'lgan, illiq bo'lgan bir muhit yaratishga sal qaraymiz. Eğer şularni qila olsak, qo'limizdan kelishicha ashtaq bolalar o'zaro uchrashgan muhit yaratib bersak, ularda inoqlik paydo bo'ldi. Ammo shu gapni deb turib, yana bir narsa esim keldi qarang, shu suhbat jarayonida ashtaq mencha bir narsa anlab, bir narsa tafakkur qilib ketaman. Biz shu elchi programmasini yo'l qo'yib, ikkinchi son ishlab bo'lgandan keyin menga shu Turkiyadan emas, Türkiye sırtındaki ma'lum devlet onu hazır demeyime qaysi devletligini. Bir kız gap qoldiribdi. Sizden paranlaşqan baddi telefon ursam bulamdı deb Messenger'da. Ama qol deb telefon urib qildim, paranlaşıp o'ttirliqda shundaq yig'lab, yig'lab, bo'ksib yig'lab. Aşağı ne bo'lib ketdi endi. Bir bo'shinib olay dedim deb. Nim deb desem, bu kız bilan bir yigit ma'lum ikki Uyg'ur oilasining bolalari ekanda, buru ularga 10 necha yil burun inoq ittifoq ashtaqiliq bolalar uchrashtirib cho'nglar yaqin o'tgan vaqtda bu bolalar shu tunishgan ekan shu vaqtda. Shundan keyin bular bir xil do'st bo'lib, uni keyin nima aloqalar ko'paygandan keyin o do'stlik bag'ancha muhabbatga aylanib bular. Әндін айлы кичик балайлық өзінің қызметімен işlebe aldıraş болып кеткен ки çoğlarının ki qaysı nemiş qıvadıdı, kim qaysı təşkilatqa, qaysı dərdən kitəbə, o bu nəsədə xəbərsiz qab, ola özünün hayatıda yaşayıb əgəndə keyin əngiz bunlar bir-birisini yaxşı görüş qab, muhabbətləşibdi. Muhabbətləşkəndə ki, əndin çoğlar məsələ sağandı ki, o vaxtda ikili tərəfdən ata-anası birisi A təşkilatqa, birisi M təşkilatqa təvə болып ketken gəp. Buluşning bu təvə bo'lib ketsa ne bo'libdi? Uyg'urning tashkiloti o. Bu bir qarshilashish, dushmanlikni keltirgan gap. Shuning bilan ikkili oila bu ikkisini to'y qilishga qarshi chiqibdi.
Shunda içim açıq boldu. Men muş elçi programmasını qılğandan keyin chet ellik bütün boytaqlar xuddi özümnің balamdek, oğlumdek his qılmay qarang. Aşlar bir yerdə birsən tunuşup qapdı, biz xoş olub qalmay, aşlar bir səbəblərdən tunuşup toy qıvaskən deymə. Biz yatlar üçün aşınçılıq qıvatqa yerdə özünün balısı, özlərinin balısı, qusqını yerib çıxan balısı, başqa bir təşkilatdakilərin balısı bilan aralashib qalsa, onun toyuğa qarşı çıxqanlıq bu qandaq bir aql əmdi. Bunu faqat mən qəbul qılamadım. Onun keyin bir yerdə men ən için durğan Mahmud ən yığlab ketdim. O qızım ən yığlatqa mənim için durğan nima bopdu, nimadan? Qızның ata-anası sen şununla tegmisən, kimga tegsən, teg depdi. Degan ki bu qiz o gapni tutub, unda xos men şununla tegmisəm, başqa millatga tegsəm meylima desa, meyli depdi. Muş nəsimin bək için durdu. Özüdən qarşı tərəfdəki bir təşkilatdakı birisinin oğluğa tegmisə, şunu xoş buldu ki, başqa bir millət tegsə meyli deydi ki. Mana muş facialarmı abiyam siz devatqan gaplarga yəni düşüdü. Qanda degəndə aştaq nərsəni biz qayırıb durub Uyğur bolu sübtimiz bilan balalarımız bir araq əkəlsək, ular bir-birisiga bo'lgan mehr muhabbət köpüydü. Şu jarayonni çoğladın, bəzi nərsəni ügündü. Lekin bu facia başta aştaq əkəbdiki ata-analar ana o'ttirğa. Ular aşçıdan tunuşub dikendik. Atalarının keyin ikki təşkilat bo'lib ketishini bilmabdi. Keyin muhabbətni tərəqqi qilgandan keyin qarshilik uchrabdi. Demek bizning her bir özümüzdeki şəxsi göz qarashlarımız, şəxsi hayatımız, balalarımızın kelgüsünü nabut qılatıdı. Həmi cəhətdən. Balalarımızın başqa tilg'i singib ketişi, başqa medeniyetlərə singib ketişi, nikahlanğan işlaq uçurashlarının həmisining birinci düşməni biz bo'latimiz. Amma həmmimiz balalarımızı yaxşı görmüz. Balalarımız üçün şu bağrımızın chiqirib kavab qilib berishga rozi. Amma özümüzün şəxsiyyətindən balalarımız üçün keçənməyimiz. Bu qanday yaxşı görüş. Şu to'g'ri, endi şu chet elda yashayotgan Uyg'urlarning hamda hammamizningki o'xshamagan darajada psixikimizda masala borchu. Psixikasi sog'lom, %100 saq, yaxshi turayotgan Uyg'ur bor desa men ishonmayman. Hammamizningki hozirgi bizga kelayotgan besim, şu bulayotgan hozirgi vaziyat hammamizni o'xshamagan darajada. Ba'zanlarning ig'ir bo'lishi mumkin, ba'zanlarning yenik, ammo hammamizda bor. Shunday vaqtda endi buni yig'ib kelsangiz, endi bayamdan beri biz til yo'qolsa millat yo'qoldi dedik. Endi bu boshqa bir millat bilan bolalarimiz uchrashib, to'y qilib ketilaversa, u chaqda u yana bir omil endi. U chaqda ulardan tug'ilgan bolalar shalg'ut bo'ldi. Shalg'utlashib ketganki, uning millatini arg'il bo'lmaydi. Shuni sen qayerlik desa, men Amerikalik yoki men Fransiyalik, men Angliyalik deyishga to'g'ri keladi. U chaqda o'xshamagan ikki millatdan to'y qilgan bolaninki milliy kimligi ojizlab maqadi. Bu bugungi suhbatimizning menimcha asosli temasi emas. Ammo yig'ib kelsak, bizda bir gap bor, masalan, ayrilgan g'oz to'pqog'iga yem bo'lar deydigan. Bayamqidek to'plashib o'ldirish, bolalarni o'zaro uchrashtirish, tilni saqlab qolish, madaniyatni saqlab qolishning muhim omili dedik. Demak, agar ayrilsak, masalan, birlikka kelolmasak, shundoq men A dernekning, men Ma dernekning yoki men Ma guruhiga tava, sen A guruhiga tava deb o'xshamagan tashkilotlardagi odamlar o'xshamagan darajada bir-biri ziddiyatlashib, shundoq bir holatni shakllantirib qo'ysa, bizning keyingi avlodlarimizningki bir ekanligi texmi ta'sir bo'ldi. Yo'lning birisi shu mahalla qurish, Uyg'ur mahallasi qurib yashash. Oq derek, ko'k derek deb o'ynaydigan uylar bor. Hozir endi biz qanday qilamiz degan vaqtda mayli Yevropaga ko'chgan, mayli Turkiyaga va yoki o'xshash fikr qilgan, o'xshash madaniyatga, o'xshash tarixga ega inson bilan yashayamaganki, tabiiyki boshqa to'plam singib ketadi. Shunlar u yuqash qarab mangdi. Birinchi avlod, ikkinchi avlod degandek mishada tug'ildigan bolalarimiz bo'ldi kelgusida. Ashta bu vaqtida angiz bular o'zlari o'rganayotgan tilning qanday bir til ekanligini cho'nqirroq biladi. Endi har qanday bir til endi nazariya bo'yicha aytgan chaqda paydo bo'ldi, taraqqiy qiladi, yo'qoladi. Bu tabiiy bo'ladi-ku. Shu istatistik vositalar orqali tilimizning go'zalligini biladi-da.
ittifoq bo'lishni qo'lga keltirib, biz yaxshi o'rnak bo'la olsak, bolalarimiz yaxshi taraqqiy qila oladi.